Kecha fazoni o'qigandik. Endi bugun fazo nima? Fazo nimaligi haqida o'rganamiz. Mana. Ko'rsat fazoni. Xo'p. O'qib beraymi? Xo'p. Fazo deb bizning yerni o'rab turgan cheksiz bo'shliqqa aytiladi. Fazoda nimaki bo'lsa, bu koinotdir. Koinot o'z quyoshi va uning atrofida aylanib yurgan sayyoralari bor behisob galaktikalardan iborat. Hozirgi kunda galaktikalar juda tez bir-biridan uzoqlashib bormoqda. Demak, koinot to'xtovsiz kengaymoqda. Koinot kengaymoqda degani, koinotni hali biz inson uni hisob-kitob qilib yeta olmaganda, chunki buni baribir Alloh yaratgan, uni o'zi biladi faqat. Inson